bo'pti. Cho'kanmasin ham bo'pti. Hey, qizim, men Qosim degan bilanchi faqat chiqishamaydigan tursam, sen bilan qasddan qerishmoqchi bo'lyapsan ya. Sen qeri, to'y qilib mustaqillikni og'iz yutma deganding. Hozirgacha unda qilmading. Men biga hisobotning hammani bir qilaman. Yo'q, xotin, unda qilmanglar. Unda set qilib qilmanglar xotin. Qo'shib qilay. Men qeriganda, ha, bu soqolnisini oldiribetsanglar, el jamoatga men mahalla yuzida qanday ko'zini ko'tarib yurayman deyman. Undaqda akilingga tutib baqay. Voy, tutib baqsangiz qanday bo'ladi? Voy, nim bo'ladi. Yo'q, unda qilmayman. Yarashgan soqolni hargiz qirib etmayman. Ey xotin, Ha, chaqqaroq bo'linglar. ha mana. Nimandaq vaqiraverdigandu? Hey, ish qilibroq. Yeyla. Hay to'xta. Voy chiqmayotdi, qarab o'ltig'ini. Mana men keldim ha. Voy chiqmayotdi. Voy. Xo'p bo'ldimi? Buzildi mana mavo. Hay to'xta, men yo'la. Sen meni bila. Sen yo'la. Bunda qisingizda mapamla ko'z sattirmandi. Qo'li qatildimi? Yo'qla. Bak qo'yibetdim seni, ustalaq, yo'qla. Men sening adibingni beğenmeydigan bo'lsam, o'zim to'sa deyman. Va bakdaydi. Man qarsla, heligo bir kelinken, min kelin bo'lgan taqdirdimi, o'g'limni boyda qoldirishga rozimanki, bundaq pastkash ishni hargiz qilmayman. Menga bir to'g'ri yo'l ko'rsatib bergan bo'lsalar. Sizning nikah ishiga sal qarmay, mendin mas'ul so'rab kelganingiz nayt yaxshi ish bo'pti. Men texi shoib dalta olgan xotinni mening xotnom damdam o'zi junuqmasin deydi. Sen xotni o'pirman deydi. Menga istaganda qilsam bo'ladi. Shu xotnolamay aran tug'anda u xotini xudoyim berdi. Xotin? Nima? Xotin? Xotin shu. Mana sen xotin. O'g'lim. Bir piyal choy ichib vag'ini. Yo'q, ichmayman. O'g'limizni at degandila xop qilib qo'ydik. O'zining alay deganiga ya unmagan bu odam. Qiz bo'lsin ham bo'pti, cho'kan bo'lsin ham bo'pti. Sizlar undaq degan bilan qushqash qeyrisa jangalchi bo'lur. Cho'kan qeyrisa yolg'onchi bo'lur degan gap bor. Bo'lmasmikin? Bo'lmaydigan nari bor. Tosi bo'ladi. Astagfirullah. Sizlar undaq degan bilan u qizning dadisimi hozirgacha qeyrig'ini to'ymagan odam. Ya'ni kelib qiz bola deganning axloqi bo'lmasa bo'lmaydi. Biroq Zubayda hammachi cho'kan bo'lgan bilan obdan odam bo'ldi. Dada, senchi o'zingning ishini to'g'rilamay turib, men ishi yutaman deyman. Balam, men degan sening dadang. Hozircha tenib ketganim yo'q. Bu uyda-chi mening deganim hisob. Bo'lmaydi degan ekan bo'lmaydi. Xotin, mening gapimni mo anglab beqinglar. Ish bo'lsa maslahat bo'yicha qilmamdiq. Bo'lmaydi. Qizim, sen rastıllaylik to'xt qizi bilan to'y qilmoqchimi? Senmi zo'rak besham bilan to'y qilding-ku? To'xti tex undaq besham emas. Mening ishimga endi orlishman deyman. Hey, qizim, men Qosim degan bilanchi faqat chiqishamaydigan tursam, sen bilan qasddan qerishmoqchi bo'lyapsan ya. Zo'rakchayam bilan meningmi ipim kelishmaydi. Senmi uning bilan to'y qilding-ku? Men bilan qerishib turib.
uyda mening deganim hisobmi emasmi? Oy, Qasımaxon degandikin, öpkelerini sel besivaslar bolamikin. Hamma ishda sizlarning rost degandan kasabiti bu. Mana süt tayyorlab qo'ydim. O'zingni shu bilan xotin. Mana. Oy! Nega? Ben Qo'lga suv quyili. bu suvni tayyorlab qo'ygan ekan, sana astaqil juvas olib bo'lmadimi? Quyili degandikin quyili. Kechidan beri ustixonlarim og'rib, faqat yotolmadim. Ma'qul. Qo'y. Ma'qul. Kelinglar. Lenga. Mana akili. Hay yüzü qilin. Nomus qilmay dadamga suv quydirib atamsa? Qizim, bo'ldi. Hey o'shga, sen meni tilloq otamsiz dexe? Ha? Hey ushliq tumsh qilib, nim demakchisan? Hey go'sht tag'ri, bo'ldi. og'zingni beqib so'zlayjimi? Gap qilmasam, nima o'zini Hey bilmaydi? meni tilloq atamsa? O nomus qilmaydigan besham. O qanjoq. Bo'ldi qila qizim, bo'ldi. So'zlayjimi? Yo tishlarini birdan jullatmaydigan bo'lsan. Aytiq, sen mening tishimni julmoqchimi? Bo'ldi. Men sening go'sht tag'ringni jiddiy bitaman, dexe. Bo'ldi qila. Sen qanchalik odamdan tishlarini jullatma? Bo'ldi. Qarab dexe, meni talayaptini. Yeni bekatchi besham. Besham. Qizim, bo'ldi qila. Xotin, jinim xotin sizlar bo'ldi qilinglar. Xo'sh olib ketay pul bo'ldi qilinglar. O'tiringlar. Ajabni to'ydim. Qizim, bo'ldi qila. Meni bir o'zimni qilib qo'yg'ina, unda qilma. Astagfirullah. Hey, bezirib qarab, to'may, kirib oyog'imni chiqsam asla. Ma'qul, chiqay. Bo'ldi, endi urushmoqlar, juma. Qizim, sen bir bo'ldi qilg'ina. Bo'ldi, meni o'zimni bir qilib qo'yg'ina, qizim, juma. Bu besham, O'zing besham. bu sarang. Sen sarang degan. Bu qiyri qanjoq. Qanjiq degan sen. Dadangni qanday qilamanki, qani ko'ribdi. Qanday qila olaydim? Seningmi ko'giliking bor dexe? Besham qanjoq. Besham degan sen. Besham degan Bu joy qanjoq? sazim ortiq olmaydi. Bu go'sht tag'ri. Nim dedin? Bugun sening toza adringni bermaydigan bo'lsan. Va go'sht tag'ri meni urdigan bo'ldi. Qizim, oyjon! Voy! Bu nima? Ha? Bu qizim, jumata. Qo'ya, qo'lga qachila, xotin. Bo'ldi qil. Tashla, qo'lga tashla. Bo'ldi. To'xta. To'xta, qizim, to'xta. To'xta deyman. Hey, qizim. Voy. Voyjon. To'xta deyman. Oyjon, to'xta. Oycan! Voy atam. Voy to'xta. Voy. Men nima ish qilib qo'ydim? Voy to'xta bu men. Voy. Men texi osmon o'rlib tushdimikin debdimi? Voy, beshingiz og'irmaganda? Beshimning og'rig'i hech gap emas. Mau yuragim og'riyotdi. Voy rasma. Akilingga men tutib boqay. Oy, yurakni tutqanda bo'ladi. Voy. Xotin, sizlarga birini bo'lmaganda, bir yerin og'rimaganda. Hey qeri, qizing degan besham meni ursa, sen qarab o'ltirib tomosha ko'rding. Hep to'xtabdi. Men qizingdan olamagan o'chimni sen qeridan olaman. Men sening ko'glikingni bir kasab qo'yaman. Hay. Bu qamlashmadi. Mama qamlashmadi. Mama. Men sening ko'glikingni kesdim. Xotin, unda qilmay. Baş qamlashmadi. To'xta. Sen qeri, to'y qilib saqlanib og'iz yutma degandan hozirgacha unda qilmading.
Xotin, unda qilmanglar. Unda sat qilib qilmanglar xotin. Qo'shib qilay. Unda qilmanglar. Kerak, to'xta. Men seni qaytib olmaysan, sog' bo'lmaydi. Voy. To'xta. Unda qilmanglar. Ma, qilmaysiz meni. Ma, xotin, ma. Sat qiladi. Sat. Voy, bu sizlar Avutka. Bu qo'g'lishib yurasizlar-ku. Biz nima to'g'ni qo'g'layotgan to'g'a cho'ja to'g'a Ha, bizning axborot sizlarning o'yliga kirib qopti ekanda. yo'q xo'raz emas cho'ja emas mikyan shunaqa Mikyan emas, xo'roz. ha xo'raz xo'raz kelibsiz xo'raz Beşimga birini uruyudunuz, yurgim qepidan chiqib ketdi. Ha. Undaqda akilingga tutib boqay. Voy, tutib baqsangiz qanday bo'ladi? Voy, nim bo'ladi. Baribir bizning jiraqqa u. Qo'qidek nimasi bor? Akilingga tutib boqay. Ey, saram. Xo'rzimni izlab kirib qoptiman Zo'rxon. Menga unchilik deb ketmang. Voy, men nim debdiman? Men bilan so'qish qilib kirgan o'xshamamsiz? Shunchalik ishqimni achchig'inish ketamdi Zo'rxon. Biz degan qo'shnijumu? Oş, kim sizga ochiqlanibdi? Siz nimani biladingiz? Men-chi o'zini bilmaydigan ma qerxorasning gapini qilyapman. Nima jininni chiqirdi? Oş. Tov Xudoyim, sizga o'xshash odam bilan qo'shni bo'ladigan kishi o'zingizga beqib so'zlangchimi? Ha, men sizga deb qo'yay Zo'rxon. Xo'rzim qer bo'lgan bilan, mav sizning yormas eringizdinchi, mingasi yaxshi. Estağfurullah. Aldı oğlum ama gapni. Ha? İşek kuchu yetmese urtuqimni degandek. Endi balasiga men qoldimmi nima? Xap. Ey. Dadamning gipi hesap emas. Opamning gipi hesap. Opamning digini degan, qig'ini qilgan. Ay, to'xta. Dadingizchi amsa o'ziga o'z tutdi. Biz ayollarmichi? Ha deb qo'ysanglar, shillanglarga menimiz debla turamiz. Rost deysiz. Demisimi dadam o'zi qildi qarang. Ay, to'xta. Siz o dadingizni doğurmaydigansiz ha? Dadamni doğurmaymi? Bo'lmas. Lekin xotinga kelganda tuzuk müzik boshquramiz buni. G'ing-ping qiladigan bo'lsa, mush pashva bilan advini berib, xotin qiladigan gap. Eting aponi. Atug'inga bir uyga kirib qolamiz. Shu chaqda ko'rimizga texi, ha? Yo'q, ey. Sizga undaq qila olmaydi. Ikkimizning ko'ngli yaqin tursa. Estağfurullah. Nimada qildigan bu odam? Hey odam, masla. Tez bosla deyman. Unda qilmanglar barmaydi. Oy, Barmaydi masla. qo'shib qolay. Masla. Estağfurullah. Nima jinim Xotin. chiqqandi? Ma qeriqanda ma saqlimni oldirib etsanlar, el jamoat qanday qarayman deyman. Set emasmi albatta el jamoat Qo'li gapmay masla. Masla deyatki, masla. Xotin, xo'sh bo'lay. Ma meni nim qilsanglar mayli. Ma saqlim qilib qolsin. Albatta, ma qeriqanda ha, bu saqalnisini oldirib etsanlar, el jamoatga men mahalla yuzida qanday ko'zini ko'tarib yurayman deyman. Ha? Esta. Hey qeri, meni yana aldayman da otamsa. Sana deb qo'yay, bugundan boshlab bu chupur yuzingni yo'qotmaydigan bo'lsang, ko'gilikingni ko'rsatma. Menga bu yoqqa. Xotin, esta. Ha, masla degandiki masla. Xotin, nima desanglar ma'qulda shu yerga bormaydi. Baba saqilni elmasanglar, mo'mayga o'xshab qolmamdim men. Al jamoatga qanday qarayman deyman. Oy, to'la tillaring chaynamay, masla degandiki masla. Voy, kirakesh. To'xta. Voy, men tugashdim. Tez basla. Men tugashdim. Tezroq. Nima ko'gilik bu odamga? Basla. Xap. Ha, o'tasla. Stop. Masla. Ey. Vajan.
Ya Allah, həcəbmi məğamidimi Adem? Tezrək masla, tez basla. Xotin, Kaç masla olmadı. Neyim desem Ya meyle ben bir Allah, ya hoş olay. Ma sakal bulmasa ben zaten nimik okşap kalayım deyme. Nemek oxşap qalatla, yoşurub qalat yaxı. Masla. Nimadan özünü bilməydiğən do. Masla deyən ki, masla. Makıl, xotin. Masla. Masat oldu. Masla. Ustam, ma Ademning saqilini ap qo'ysangiz bo'pti ekan. Ma'qul, birdam o'ltirib tursin. O'tasla. Muhaleri. Tutib oldimmi? Voy xotin, unda qilmang deyman, unda qilmanglar. Qandaqroq? Sizlarga yaradimi? Yardi. Rahmat istamamsa? Ma'qul amsa. Ma'qul. Xo'sh. Kelib turasiz, a? Ma'qul. Qani, bu yerga keling. O'ltiring. Qopsla. Xotin bu Qopsla deymi? Qopsla. Masla. Tamam, qeyraganda. O'tasla. Keling. Qani o'ltiring. Ey. Chash soqollaringizni chiroyli yasab qo'yay, a? Ustam, chashni elib o'tamdi qanday? Ya çaşkı meyle, ma sakalının gibi. Bu adamning saqilini o'zingizniki o'xshash elib. Nima? O'zimga o'xshash pak-pakiz qirib etamdim. Yo'q, unda qilolmayman. Yarashgan soqolni hargiz qirib etmayman. Xotin, Voy, haqqingizni olasiz. Haqqimga oltin yombo basingizmi? Bundaq ishni hargiz qilmayman. xotin bo'ldi. Olmayman degandikin, bo'ldi bu yerdan ketaylar uyga. Aka, qeyrig'anda bir obdan yarashgan soqolni elib o'tman deyli-ku. Ukam, sakalını elib etmişsiniz mi meyle? Lekin, menichu unda qeyr ko'mang juma. Qeyr da'vatni. Voy, bu adamni. Bo'ldi, o'zingizga o'xshash eplab eting. Yo'q. Men hargiz ololmayman. Qayak berib oldirsanglar, oldiringlar. Nomus qılıbatman, nomus. Isit, sizning erg'ib qolganlarga. Hammadan yomon bo'g'ini qarang. Bizning uyning o'g'isiga eliqi xotindan qo'qidi deb sayraydigan eliqi paqtak dadamni shundoq jili qilyapti qarang. Dadangizmi qiziq odamkan. Shunig'im jili bo'lamdi amdi. Voy, uningdanmi qiziq ishlar bor-da. Dadangizmi qiziq chatim. Voy, yog'lig'im. Yog'lig'im ekib ketdi. Qani? Voy, qani deb qarab tursiz-ku, sehrimamsiz. Nega? Voy, so'g'i sehrimamsiz, nega sehraytdingiz? Sehrama. Voy, mana hozir. Voy, jon, nimanda qilasiz? Voy, xudoyim. Voy, to'xta! Voy, to'xta! Voy, to'xta!
suzib oldim. Mana, suzib oldim. Oy. Heli o 3 koy berdikensiz, 300 koy bersiniz mi alanmayma bu sakalını? Huy. Satraş ustam, onda qılmay eli ötün. Elivetsem mi bulamda? Ha. Bu qeradamның sakalını elvetkenge nem bolatdi? Aldı bilen siz meye gelip oturun. Ben sizin kaş kirpiğinizde elivitey. Anadın keyin dadınızın sakalını alay bulamda? Ha? Oş, kim bunu dadam depdi? Qandaq satraş bu? Kanda satraşka? Oy, masla. Cüsle. Başka yer barımız. Tazı bir hali çoğun satraşkana. Tünüsüz. Ha, bunu ben. Akılan kılınızdı. Mana. Oy. Mana. Tatın ha. Oy. 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 Toxti, yağlığımni axir sözüp chiqdingiz ha? Sizmi billa eqib ketgan tasliq qaldingiz shundaqmi, ha? İlg'o bir yağlıqkan. Siz chiqib ketsingizmi? Ep chiqima unda suvdan. Hay tangay. Toza ishongim kelmaydi jimi? Oy. O nimdep yürüysiz? Xotun suğu tushib ketsa, qarab turadigan o'g'il bola emas biz. Bo'lmasa, tushib ketgan sakram dekanman. Ishtirib ya. O'ting neri? Ya Allah, ya Allah. Palastek sörlül bankçı hoş mans bolmandıgan do. Xotin, elimi qash men o'tman go. Men mushinchi ilmi g'alaymi shu. Qeyrig'ini tanpaymaydi texi. Shukri Xudoyim. Nima? Men tillavatamla? Ha? Men tillavatamla? Xotin, men Shukri deyapman. Endi Shukri digilimi qo'ymamsizlar? Ha, aldırab şükür dep ketmeyli. Kunlar texi uzun. Albatta shukr deyman-da. Uzun yillik saqalim qazoyi qadirdan aman qolgan tursa, shukr demay, nima deydim endi? Ey, tanga Aycan. chiqib ketdi. Qopinglarni yetdi vermay. Tangassa atmamdı. Oşt. Estağfurullah. Hey, ma kun qizildi yas yomon bo'ladi. Qopib namoz o'tinglar mundaq. Özleri bir ötü vasla. Xudoyim tova. Qeyrig'anda xotinning yeshinamma. Dixan bo'lsang etizning qishini deb ko'ngli to'g'ri debdikan. Hey. Sit. Burun xotinning qadriga ajab yetmabdikanman. Mana endi ma xotin ko'gligimni ko'zdib, ha? Ödek asam g'az chiqdi, tallab toz chiqdi degandek. Ma xotin imonsiz chiqdi. Qap. O'zimgim az. Hey. Eslərdə bolsun. Toyda mening ağzım qaravroq ish qilalı cuma. Baş dağlıq qilib,
Xalq alem oldida setlishib yurmayli yana. Ha? Men bu to'yga boshdan oxir qarshi. Men bu gapimda ching turib, hech qanday ishga aralashmayman. Qanday qilsanglar qilinglar. Nima? Hammani mangishtirib qo'ymoqchimi? Voycan! Ne bo'ldi? Men balam qolgandimi? Nima ishdi bu? Xotin bu nima ish? Voycan! Ne bo'ldi? Balam qoldimi? Ne bo'ldi? O'ltirsizlar-ku. Ha, qarab turmay, kelib meni yo'layli. Ha, ma'qul. Voycan! Qopol. Voy! Ne Voy, bo'lganda? belim. Ne bo'lganda bu xotinga? Voycan. Ha, qopol. Nima falokatchilikdi bu? Yo'q, Ajabda yo'q, zerikdim. Ya Allah, ya Allah. O'tiring, astaraqa. Voy, qanaqa qilaman? Voy, sit. Voy, qarab ketli-ku. Sunib ketgan to'tal qochimoyimmi yoki men moyimmi? Albatta silmoyam xotin, albatta silmoyam. Uy. To'g'ri, ya. Osh tutmislar. Voycan. Yo'q. Nimda qa? Men. Menjib kekma og'ib turibdi-ku. Ustiga Voycan. Men tutib qo'yay. Ha, mana. Voy, bo'ldi qizlar. İşte. Sire obdan anlanglar xotin. Xudo u jannat bu taraqqiy qilish bo'lmaydiganligini aytibdi. Bu chaq shayton la'in odam otimizni ozdirishga bitiranmay, havo onamizning diliga mundoq saqdi. Sire o daraxtning mevasini yesanglar, mangu qerimaytinglar. O intayin shirin tatlı meva bo'lg'ashqa Xudo sizlardan shuni chaklaydi deb. Havo onamiz shu hamon odam otimizga bu mevadan yeb ketishni Adem atınız, Xudo yemanglar, yaqinlashmanglar degan. Biroq Havo onamiz shaytonning vasvasasi bilan yeb ketish niyatidan zotir yanmay. Adem atimizning oldiga o'tib olib, Xudo yemanglar degan mevadan yutdi. Gapning beri mushu xotin. Mangmi ancha-muncha yo'l qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Man qarslar. Qizlar degan bag'razga deb qo'yslar. Teks o'z tekkan ekan, men ishlarning uchun hammani o'z qilsin. To'g'ri. Qoldim men. O'z qilsin. U o'z qilsin, sizlar qilsanglar qanday bo'ladi? Sizlar hech bo'lmagan ya bo'lsa, men men qo'l qilib o'timiz qo'yish deganni. Sizlar xotirjam o'tiraveringlar xotin. Men qilib o'tiraman. Hap, to'xtab tur. Hap. Xotin, mak ish bilan mı qayshyapsizmi? Hamda sizlar ancha-muncha qarishib turinglar, ha? Mushu balaning to'yini xotirjam qilib olsak, men ikkimizga katacha qoladi emasmi? Bu chaqda xotirjam biz. Bundaq ishlarga qo'limdan epib olaman. Dadamning uy voqi zo'rak degan niyat menga qoldigan bo'ldi-da. U murodiga yetsa bo'lmaydi. Qirg'onda murodiga yetsa mayli emasmi? Sizmi qiziq gap qilar ekansiz. Men dadamni demadim, zo'rakni deyapman. U murodiga yetsa, tazna haqq ishonmamdi. Sizning dadangizmi? Ajab yomon odamkina. Qirg'onda yosh xotin elib olgan deymi? Voy, tuxum sunğuskas taşqitiga, qerning o'lguskas yoshqa deb tikan. Dadamning o'lgusi kelgan o'xshaydi. Voy, undoq demang. Og'zingizda soch ketmasa yana. Orom bir qiynat ko'gilayotganda. Voy, sizmi bo'ldi qiling ha?
Nimada qo'rqitsa odamni qizim? Ha? Voy dada, soqiling qani? Nima? Soqiling qani? Ha? Voy! Voy! Xapsorak! La, bu Oxir qildig'ini qilsam-da. bu bilan soqilim. Bu Hep. Kızım. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Ha, qani, uy kirli. Qani, sizga Qani, tamam. Marhamat. Qani, ko'pchilik. Mali. Mangala. Mali. Qani, sizga. Qani. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ol Xudaya az ve Celle'ge bolsun ki zürriyeti beni Ademni yokluk alemdin barlık alemge keltüdi. Şu cümledin Hazreti Adem aleyhisselamni Hazreti Havvaga ve Hazreti Yusuf aleyhisselamni Hazreti Zulaykhaga cüpt kıldı. Hazreti Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemni Hazreti Hadicetil Kubraga ve Hazreti Ali'l Murtezani Hazreti Fatime Zühraga cüpt eyledi. Fetebârekallahu ehsenul hâlikîn. Cenab-ı Hazreti Hak Subhane ve Teala'nın emir fermanı bilen Hazreti İmam Azam Ebu Hanife Sufi rahmetullahi aleyhinin mezhepleri bilen şu məriki doltuğan barlık musulmanlahının guvahlığı birlen Avtaxunның kızı Zubaydi xanның haqqı mihri ushbu yeterlik mal məbləqlərə təyin tapdı. Ularning bir qismi mehr muajjal, yana bir qismi mehr muajjala. Ushbu haqlarga rozi va rag'ib bo'lib, ikki jonning halol juftlig'i va solih farzand ko'rish uchun Avtaxunning qizi Zubaydi xon Qosmaxunning o'g'li To'xtaxunga o'zingizni qabul qildingizmi? Gap qila. Qildim. Siz Qosmaxunning o'g'li To'xtaxun Avtaxunning qizi Zubaydi xonni o'z amringizga oldingizmi? Oldim. Ya Allah Amin. Rahim. Ya Allahu Ekber. Mübarek olsun. Rahmet. Ha, böyle, tiz böyle. Arayı. Hey, oldu sen ya. Nefsiyem anlamayın inşallah. Avtaxon, qirg'anda nima qiliqlari bu, ha? Nomus qimillama? Damullahcım, ben bu ishni sizlarga tushundiray degan. Xayr, bugun to'yning hurmati uchun sizga gap qilmay, ammo sizlar bilan ayrim ko'rishmay qo'ymayman. Ma'qul. Qirg'anda qiri tatoq, qiliqlari anidan atuq deb nima ish bu? Xo'sh, Xap bo'lishmay qaytishala. Allahu Ekber. Ha, qo'saq to'ydimi? Qo'saq to'ygan bo'lsa, ems qopsla. Aspegini ep chiqib, ho'yl aramlarni spesle. Nima gap bu? Hoylini men supurmanmi? Oy! Sizlar süpərməy, kim süpürət deyəmsə? Vallahi öy ağır bəməyli, biz bilən billə turub, bizdən xizmetimizni qısun desəm unumay, öy ağır bəgəndikən, optan boldu. Kelan qılıdığan işini, əmdi sılı qınmay kim qılıddı, hə? Qopap, hoylarımını süpəslə. Konu öy vaqimiz tazlanib, rətlinib qalam ekan, depdimi? Nait şu öyni süpürdiğan işken go, süpəsəm süpədim. Qopsla, iştik bosla.
Hoylaram deganni-chi, süpürüp pakiz tutadigan gap. Bala qaldimmi nima? Oy! 2 kun bo'ldi. Paxtaklar sarimay qaptikan, gaplar yo'g'inab ketyapti-da sizninki. Qopsla, avstanda suv kirib, hoylaramni supasla. Astagfirullah. Qizi bir odamkan-ku bu.